Savolingizga javob beraman. Savol: nima uchun insonda qarzdorlik hissi bo'ladi? Nima uchun hayotga qarzdorlik kirib keladi? Qanday yo'llar bilan qarzdorlik kirib keladi? Va undan qanday chiqish mumkin? Bu siz. Qarzdorlik his-tuyg'usi bor. Sizda bor. Agar insonda qarzdorlik his-tuyg'usi bo'lmasa, uni hayotiga qarz kirib kelmaydi. Qarzdorlik his-tuyg'usi bor inson kirib keladi. Endi u his-tuyg'u qayerdan keldi? Ana, endi uni topamiz. Urug'i qayerda u? Qayerdan kelyapti? Stobimni topib, batamom tozalash uchun qayerdan kelyapti? Hammada bu har xil bo'ladi. Masalan, sal tepaga chiqadigan bo'lsak, onajoningiz sizga homilador bo'lgan paytda, masalan, shunday voqea bo'lganki, onaga mana shu homilador bo'lish og'irlik qilgan. Hayotda muammolar ko'p bo'lgan, yoki qo'lida chaqalog'i bo'lgan, yoki er-xotin munosabati yaxshi bo'lmagan, yoki ajrashish orasida bo'lgan, yoki qayerdadir kimdir zo'ravonlik qilgan va homilador bo'lib qolgan. Xullas, любой masala bo'lishi mumkin, любой narsa. Ona homilador bo'lganidan iztirob chekyapti. Chunki nega inson homilador bo'lganidan iztirob chekadi? Chunki iztirobi bor. Mana bu yerda bir qancha iztirobi bor. Onaning, bu ham ahmoq emas, ona ham bir qancha iztirobi bor. Chidolmayotgan iztirobi bor. Yechimini tushunmayotgan iztirobi bor va shuning uchun u siqilyapti shu yerda. Homilador bo'lgani uchun siqilyapti, ezilyapti, qiynalyapti. Va bu bolaga albatta ta'sir qiladi, onaning bu holati. Va har xil masalan voqealarga qarab, kimdir tug'ilish taqdirida yozilmagan bo'lsa, nobud bo'ladi, minus tozalanishga ketadi, kimdir dunyoga keladi. Xo'p, dunyoga kelganda, значит, bu dunyoga mana shu rizq bilan, mana shu iztirob bilan kelishi rizqlantirilgan bo'ladi. U уже onani qonida, lekin u rizqini olib bo'ldi. Va уже iztiroblarda yashayapti. Uning hayotida o'z o'rnini topadigan уже imtihonlari urug'i ekilyapti. Va qarabsizki, bu dunyoga keladi. Katta bo'ladi, masalan, yillar o'tadi, mana masalan, tug'ilishimiz bilan masalan, yillar o'tadi, yashaydi va o'sha qarzdorlik hissi ulg'aygandan keyin boshlanadi. Masalan, 4-5 yoshda уже, kimdadir 3 yoshda bilib bo'lmaydi buni. Ket uyog'i qarzdorlik hissi o'z ishini qiladi. Boshida xizmati bilan qarzdor bo'ladi, mehri bilan, xullas, tuyg'ulari bilandir. Xullas, bola shu yoshda nima qila oladi? Shu bilan qarzdorligini yopmoqchi bo'ladi. Keyin bu narsa o'sadi. Yillar davomida o'sadi va qanaqadir уже mehnati bilan bo'ladi. Va undan keyin уже yordami bilan bo'ladi. Ana undan keyin уже puli bilan bo'ladi. Xullas, bu yog'i mana shu narsa ko'payadiki, plus ko'payadiki, kamaymaydi. Qarzdor inson o'zini men qilishim kerak, majburman, qilaman deydi, shu tuyg'uda yashaydi. Bunday insonni ichida o'ziga bo'lgan mana shunday talabi bor. Men qilishim kerak, menda deb. Onani qornida uyg'ongan bo'ladi bu tuyg'u. O'ziniga shunday talab qo'ydimi? Va albatta uni ota-onasi, masalan, eri yoki qaynona-qaynotasi yoki farzandlaringiz masalan orada qizlar bo'lishi mumkin, o'g'illar bo'lishi mumkin, bolalaringiz ko'p bo'lishi mumkin, bilib bo'lmaydi xullas. Bolalar ko'p bo'lishi mumkin. Shularni oldida ham siz bitta endi bularning oldida emas, qarzdorlik hissi bormi? Insonni ichida bitta qarzdorlik his-tuyg'usi mana shu bormi? Mana shu bormi? Qarzdorlik his-tuyg'usi bormi? Hammaning oldida o'zini qarzdor his qiladi. Mana shu o'zini yeb bitiradi. Qarzdorlik hissi bu hayotiga nima olib kelar ekan? Mana qarzdorlik hissi
men qarzdorman degani qarz olib keladi. Nima bu? Men qilishim kerak. Men qilishim kerak. Xo'p, qilishing kerak bo'lsa qil. Bu hamma narsani men qilishim kerak degan narsa bu hayotga bosim olib keladi. Va bosim qiyinchilik olib keladi, qiyinchilik kasallik olib keladi. Davleniya olib keladi, qonni quyilib keturishini, og'ir vazn olib keladi, katta yelka olib keladi, черепное давление olib keladi, ko'z bosimi, черепное давление, qon bosimi, pochka kasalliklari va umuman bosim kasalliklarini hammasini hayotiga qon tomirlarida masalan kasalliklar bo'ladi. Ketaveradi xolos. Sahar kasallik olib keladi oxirida. Chunki shuncha stress qanaqa ko'taradi tana. Inson mana shu narsalardan siqilgandan keyin to'xta deydi. Men qo'limdan kelmas ekan deydi. U boshida bilish kerak edi, bu narsa Allohning ishi, bandan emasda. Mana sizda mana shu yerda uyg'ongan bo'lishi mumkin. Inson o'zini ichidan qarzdor his qilsa, mana qarzdor his qilsa, bu inson aytadi. Qarzdorsan? Qil deydi. Mana shunaqa qilib, iltimos deydi. Iltimos, mana shu ishni qil deydi. Keyin ichingizda qarzdor his qilsam, kim bu aytadi? Mana buni qilib qo'ygan, xo'pmi deydi. Keyin masalan bu aytadi, qarzdorlik his qilsam, mana buni olib bering, olib berishingiz kerak, olib bermasangiz bo'lmaydi, ustozim aytdi, olib berasiz. Xo'p, olib berasiz. Qarzdorsiz-ku, sizdan hamma kutadi. Sizdan mana siz buni oldida ham o'zingiz qarzdor his qilasizmi mana? Buni oldida borda siz bilib oling, bitta inson degani mana bitta insonning oldida bu ona bo'lishi mumkin, ota bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Bitta bu inson. Inson zoti. Inson zotidan men qarzdorman degan his, taningiz uchun hammaga beradi bu. Shunaqa tuyg'ularda yashaysizki, men miyingizda o'ylayverasiz. Bolarimga yaxshi ona bo'la olmayman, qarzdorman, yaxshi qarashim kerak, qilishim keraklik ko'p bo'lib ketadi. Men qilishim keraklar ko'payib ketadi, bu bosim beradi. Bitta inson ikkita qo'li, ikkita oyog'i bor. U hammani ko'nglini ola olmaydi. Buni faqat Alloh qila oladi. Ana endi shuning uchun bu insonga bosim va kasalliklar beradi. Mana masalan, opangizdir, boshqalardir aytadi. Qilishing kerak, mana buni qilib, deb qilmasangiz xafa bo'ladi. Siz aytasiz, jinnimi bular nima mendan so'rayotdi? Ichingizda qarzdorlik hissi bor. Mana ma'mutda yaratib qo'ygansiz, men qilishim kerak, men yordamingiz bilan qarzdorsiz, pulingiz bilan, e'tiboringiz bilan, gaplashishingiz bilan, vaqt ajratishingiz bilan, salom alik qilishingiz bilan любой mavzuda, voy bunichi cheki yo'q mana. Xizmating, yordaming, e'tiboring, qo'llab-quvvatlashing, gaplashishing, xabar olib turishing, puling, sovg'ing, borib qanaqadir bir ishlarni hal qilib berishing, oxiri tugamaydi bu. Qarzdormisan? Qilasan. Mana shu yerda o'sha inson o'zini butun stressga tiqoladi. Siz faqat pul bilan qarzdor bo'lmaysiz-da. Qarzdorlik tuyg'usi insonning ichida bormi mana? Bormi? Bo'ldi, hammaga ishlaydi. Bitta insonning oldida qarzdorman dedingizmi? Bu inson bu. Ayol jinsidan, erkak jinsidan farqi yo'q bu taningiz uchun. Insonning oldida qarzdormisan? Balki buni ham oldida qarzdorsan deydi. Miyangizcha rosa chalg'itadi. Qarzdorlik hissi bor, shunaqangi gijbabadan jang bo'ladi, bu aytadi. Buni oldida ham qarzdorsan, baraka topkur deydi. Har doim eringiz oldida qarzdorlik his qilasiz. Bolalaringiz oldida cho'tta bolamga yaxshi ona bo'la olmayman, qarzdorman. Cho'tta qizlarimga vaqt ajrata olmayman, qarzdorman. Cho'tta buni bog'chasiga vaqtida bora olmadim, qarzdorman. Cho'tta katta pamikiga borib xizmat qila olmadim, qarzdorman. Cho'tta qarzdorman, o'zimdan qarzdorman, yaxshi qara olmayman, doktorga bora olmayman, o'zimga yaxshi qara olmayman, hamma yoq qarzdorlik. Mana shu tuyg'u sizni yeb bitiradi. Bu mana shu yerda kirgan bo'lishi mumkin. Onani qonida. Sizni qoningizda bor. Ana endi ba'zilarda bu bo'tda emas, onani qonida emas, bunga tegishli emas, qoniga tegishli bo'ladi. Uning ajdodlarida bo'lgan bo'ladi. Masalan, ajdodlarda doda yoki buvi kimdir
hayotda tirik qoldi. Prosta tug'ildi, onasidan tug'ildi, yashayapti, cho'kib ketuvdi, cho'kib ketaydi, kimdir qutqardi. Va aytadi, voy qarzdorman kimdir oldida. Tushunasizmi? Bu ham qarzdorlik beradi. Kimdir olovda qolib ketuvdi, kimdir qutqarib chiqdi. Mana masalan kimdir o'sha nima deydi, bu ayolni yoki bu erkakni qutqaraman deb o'zi o'lib ketdi. Tushunasizmi? Shunaqa voqealar bo'ladi-da, bular insonlar shunaqangi kuchli, iztirobli qarzdorlik hissida yashaydiki, haligi uni qutqargan insonni ota-onasini oldida, bolalarini, ayolini oldida o'zini qarzdor his qiladi. Xullas, qoningizda qarzdorlik hissi bormi? U ajdodlardan kelyaptimi? Masalan, hammada har xilda, mavzu tiqilyotibdi, qarzdorlik hissi mavzusi. O'limdan saqlab qolish, kulfatdan saqlanib qolish, qiyin vaziyatdan chiqib ketish, kimdir kimgadir pochka beradi, qarzdor his qiladi. Kimdir kimdir uyini beradi, men uyingiz yo'q ekan, uy beraman deydi. Kimdir qutqaradi, o'zi shu qutqarish jarayonida o'zi o'lib ketadi. Xullas, kimdir masalan bolasini usta qilib ishlatayotgan bo'lasiz, uyingizdan yiqilib tushib o'ladi. Ota-onasining oldida izza bo'lasiz, qarzdor bo'lasiz. Xullas, inson o'ylaydiki, bu hamma narsani men boshqaraman, men nazorat qilaman deb o'ylaydi. Mana shu yerda eng katta xato, chunki nazorat vысший уровеньda bo'ladi. Vысший insonni уровеньida bo'lmaydi. Mana bu 7-uровень bo'lsa, mana bu yerda bo'ladi. Nazorat. Buni faqat Alloh bajaradi. Shuncha sizga tegishli emas. Kimdir yiqilib tushadi, kimdir sizni qutqargan evaziga cho'kib ketadimi? Biz mashta qiyinlashtirmasdan vaziyatni oson qabul qilishimiz kerak. Endi baribir tuyg'u-ku, qarzdorlik tuyg'usi bor ekan qoningizda, kimdan kelgan? Bulardanmi, ota-onangizdanmi yoki o'zingiz his qilganmisiz yoki tug'ilib kelgan bu hayotingizda keldimi? Любой masala bo'lishi mumkin. Xullas, insonning qonida qarzdorlik his tuyg'usi bor ekanmi, qarzdorlik kelaveradi. Ana endi kelganda ham qanaqa keladi? Qarzdorlik, agar siz mana bir xilla bor, mana bu yerda qarzdorlik tuyg'usi bor-a? Любой mavzuda qarzdorlik tuyg'usi bor. Bola mana shunday tug'ildi, qarzdorlik tuyg'usi birinchi nima qiladi, bilasizmi? Birinchi bu bola qarzdorlik tuyg'usini tanish uchun, uyg'onish uchun otasini, onasini qarzdor qiladi bir xilla. Adam qarzdor menga deydi. Menga vaqt ajratmagan, majlisimga bormagan, dugonam zo'r kiyinganda kiyintirmagan, biz bilan vaqt ajratmagan, komandirovkada yurgan, o'tda yurgan, bo'tda yurgan, qarzdor bu deydi. Yoki masalan, onam qarzdor deydi, emizmagan meni deydi, qaramagan, buvimga tashab qo'ygan, meni buvim boqishgan, bular qaramagan, bular ishlagan, o'qigan, bu qilgan, qarzdor qiladi. Boshqalarni biz boshqalarni qarzdor qilsak, mana boshqalarni qarzdor qilamiz, bizga kutish beradi. Azobli kutish. Azobli kutish. Nega? O'ylaydiki, mana shu ularni men qancha qarzdor qilgan sarim boshqalar, ota-onam, doda buvim, amakim, любой bo'lishi mumkin. Mana shular aybdor, bular qarz menga. Bular menga qarz deyapti, menga qarz. Yo mehr bermagan, yo vaqt ajratmagan, yoki olib bermagan, yoki qaramagan. Xullas bir nimalar. Bu yerda mavzu tiqilyotibdi, tugamaydigan mavzu. Xullas shularni qilmagani uchun u qarzdor. Aytadiki, qilsin deydi, hali ham kutadi. Bu ozor kutish bo'ladi bu. Kutish ham gapim, bu ozor beradigan kutish bo'ladi. Bu inson hali ham bola pozitsiyasi, ulg'aymagan. Bu insonga pul kelmaydi. Har doim buni boshqalar boshqaradi. Pul o'ziga kelmaydi. O'ziga keladigan narsani uydagi kattalar olib keladi. Eri, o'g'li, boshqalar. Даже mana shu inson 40-45-50 yoshda bo'lsa ham, lekin pul 7 yoshli bola orqali kelishi mumkin. 7 yoshli bola ishlab olib kelishi mumkin. Bu ulg'aymagan, lekin o'sha 7 yoshli bola ulg'aygan bo'lishi mumkin. Masalan, 18 yoshli qizi pul topib kelishi mumkin. Yonida eri pul topib kelishi mumkin. Mana shunaqa jertva pozitsiyasida o'tiradi. Rivojlanishiga blok bor. To'siq bor. Rivojlana olmaydi. Pulda rivojlana olmaydi. Chunki qarzdor qilyapti. Bu degani juda mas'uliyatsiz. Hayotini mas'uliyatini boshqalarga, ota-onasiga ag'daryapti. Ota-ona rizqni ta'minlamaydi-ku. Ular ham Allohning nima deydi? Bandalari, rizq Allohdanmi? Bu degani sizga berilgan hamma narsa
Bu ota-ona sizga berolgan hamma narsani Alloh sizga yozgan. U sizni rizqingiz edi. Undan ko'pini ham, kamini ham ola olmaysiz. Berilganini olasiz. Lekin o'zingiz katta bo'lib, mana pozitsiyadan chiqib, ulg'ayadigan bo'lsangiz, umuman ongli uyg'onib bir rivojlanadigan bo'lsangiz, siz rizqingizga o'zingiz ta'sir qilasiz va rizqingiz o'sadi. Rizqingiz zo'r o'sadi. Boshqacha yo'li yo'q. Duo bilan o'sadi. Duo bilan amallaringiz nima bu? Bitta vaziyatni o'zgartirdingiz, bitta fikr o'zgardi, qarabsizki, rizqingiz o'zgardi. Xullas, amal va duolar bilan. Ana endi biz kimlarnidir qarzdor qilsak, boshqalarni qarzdor qilsak, bizda azobli kutish bo'lar ekan. Kutaras, umringiz 80 yoshga boryapti, hali ham kutasiz. O'tiraverasiz kutib. Bir xilla boshqalarni qarzdor qilmaydi-da, mana masalan, bularni qarzdor qilmaydi. Mana masalan bir xil qizlar bor-da, men ishlaganimizda. Ota-onam menga hech narsa qilmagan deydi. Ashimni chetga surib qo'yadi-da. Dodam buvim meni boqqan deydi. Men shularning oldida qarzdorman deydi. Prosta nega? Chunki bular boqmaganda dodam buvim olib ketib boqqan deydi. Xotirasi go'zal va mana shularga qilaman deydi. O'zini qarz qilib qo'yadi. Va bu insonlar xursand bo'lsa, bu xursand bo'ladi, bu insonlar xafa bo'lsa, xafa bo'ladi. Tushunmaydiki, nimaga bunday kelgan, bu inson-ku bular ham. Bu ham inson. Ma'muli ham inson. Keyin borib qarzdorlik hissi o'sadi. Biz katta bo'lgan sari o'sadi, harakatlar ham o'sadi, bu o'zini qiynaveradi. Farqi yo'q, biz bulardan qarzmizmi, bulardanmi, o'zimizdanmi, taqdirdanmi, qonimizda bormi, voy u ajdodlardan keldimi, xullas bormi, o'zini ishini qiladi. Qarzdorlik his tuyg'usi bormi, u o'zini ishini qiladi. Biz qayerdan kelding, nimaga kelding qidirib topmaylik, o'zimizdan tozalaylik. Qarzdor his qilmaylik, bo'ldi. Boricha qabul qiling, rizq Allohdan. Men kimga nima qila olishim, men kimga nima qila olishimni Alloh beradi. Men hal qilmayman kimga nima qila olishimni, o'zimga ham nima qilishimni ham Alloh beradi. Men faqat shunga fikrimni o'zgartiraman. Bugun qayergadir boraman dedimmi? Masalan, bora olmadimmi, значит, cho'tga bormasligim xayrli ekan. Rizqlanmagan ekan, bugun shaqqa borish bo'ldi. Shunaqa oson tushunish kerak. Yo nega bormadim, borishim kerak edi, nega bora olmayman, nega desa, o'zini hayotini bosim qilib qiynayotgan bo'ladi. Mana Mahmud tegiga o'xshab. Kim bilan talashadi bu? Alloh bilan. O'zini qiynaydi. Chunki ba'zi bir narsalar bizga rizqlantirmagan, bizga kelmaydi ham. Bizga rizqimizga yo'q narsani, bizga rizqlantirilmagan narsani biz dashi xayol ham qilmaymiz. Bizga bu narsa yaqin ham kelmaydi. Keldimi? Значит, bu rizqimizda bor. Shunaqa oson aslida. Shuning uchun talashish kerak emas. Kim bilan talashasan? Alloh bilan. Xullas, inson ba'zida o'zini qarzdor deydi, mana sizga o'xshab. Men qarzdorman. Mayli, qayerdan keldi farqi yo'q. Любой joydan kelishi mumkin ekan bu qoningizdagi qarzdorlik tuyg'usi. O'zingizdan bo'lishi mumkin ekan, 8 yoshingizda bo'lgan bo'lishi mumkin, 15 yoshingizda bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin mana shunday tarixi bor. Qarang, qarzdorlik hissi bor ekan, ishoning, sizdan talab qilishadi. U talab qiladi, bu qiladi. Eng qizig'i talab qilib yana xafa ham bo'lishadi. Siz aytasiz, ulgurmayapman, buni aytgani qilaymi, bunimi, va charchab ketdim, voy da deysiz. Birov sizga zo'rladimi? Mana bitta o'stirib yordingiz qarzdorlik hissini. Shuning uchun aytasiz. Bitta sekin yopasiz ichingizdan. Tashqarida keyin yopiladi. Birinchi ichkarida yopilasiz. Men eplolmas ekanman, voy. Men qarzdormas ekanman. Men faqat Alloh berganini qila olarkanman. Alloh berganini ola olarkanman. Men rol men bu yerda bir kichkinagina odam ekanman deb mashlarni tuzatib, to'g'irlab, buni endi to'g'risi oylar, yillar davomida bajarasiz. Chunki bu katta sizda qarzdorlik hissi. Mashlarni sekin yopasiz. 1-2 oyda bu yopiladi, keyin bunisi, mana shunaqa yopilgandan keyingina sizda qarzdorlik hissi batamom ketadi. O'zingizga jabr qilmang. Chunki rizq Allohdan. Bularga nima berilgan bo'lsa, siz orqali keladimi, boshqasi orqali keladimi, umuman bu yoqdan keladimi, baribir keladi. Tushunasizmi?
o'zingizni qiynamang. Alloh roliga qo'yib tashlagan bo'lasiz. Men beraman, men qarashim kerak, men xursand qilishim kerak onamni, men adam xursand qilishim kerak, men erimga har doim zo'r qarashim kerak, men bolalarimni hammasiga ulgurishim kerak. Bunga. Jinnixona, yo'q, unaqa bo'lmaydi. Siz bittasiz, siz 10 ta emassiz. Xullas qarang, siz mashlarni yillar davomida buni nechidir oyda, buni keyingi oylarda yopib tushunib yopadigan bo'lsangiz, sizda yillar davomida qarzdorlik hissi tozalanadi. DNKingizdan, qoningizdan tozalanadi. Eng qizig'i, sizni farzandlaringizning qonidan ham tozalanadi. Birinchidan, mana hamma kasalliklar sizni taningizdan ketadi. O'sha kelgan. Chunki hammasi qanchadir bosqich o'sha bor sizda, hayotingizda bor. Ana endi shular hammasi ketgandan keyin maza qilasizmi? Ro'shnolikka chiqasiz. Bu yerda siz qamoq dedingiz. Bu qamoq edi, mana bu qamoq edi. Chunki o'z hayotingizni o'zingiz erkin foydalana olmassiz. Vaqtingizni, umringizni, energiyangizni foydalana olmassiz. Buni bularga bag'ishlab olardingiz. Chunki qarzdorsiz-dek bulardan, hammasidan. Bu tuyg'uni kirgizdingizmi? Bu o'sib ketgan mana. Yillar davomida o'sib ketgan. Shuncha siz sekin tuzatyapsiz. Men emas ekanman, hal qiladigan. Alloh ekan, erimga qanday muomala qilishim ham menga rizqlantirilgan. Ham men buni borib o'sha me'yorida o'zgartirib chiroyli erimga munosabat qilaman. Xuddi shunaqa bu bolamga bugun ulgursam, bu bolamga albatta ulgurolmayman. Ertaga masalan bu bolamga ulguraman. Bu norma, chunki meni ikkita qo'l, ikkita oyog'im bor. Men bitta insonman. Bular ko'pchilik-ku. Bu norma. Bir kun bunga bora olmasligim, bir kun buni yetganini qila olmasligim, bir kun bunga yaxshi qara olmasligim bu norma ekan. Men hammaga birdan yaxshi inson bo'la olmayman. Men hammani ko'nglini ola olmayman. Men Alloh emasman, men bandaman. Bugun buni ko'nglini qarasam, albatta yo bunisi ranjiydi. Bu norma. Men buni tushunaman, o'zimni qabul qilaman. Men insonligimni, men bandaligimni bir vaqtning o'zida hammaga e'tibor beradigan, hammani rizqlantiradigan, hammani ko'nglini oladigan zot boshqa, Alloh, u bitta, yagona. Qolgan hech kim qila olmaydi deb tan olasiz va mana shuni o'zingizga ko'p o'qitiraverasiz va qarabsizki, ana shundan keyin mana bular to'xtaydi. Sizdan talabi to'xtaydi. Bularni sizdan noroziligi, talabi, sen qilishing kerak edi, nima qilib qo'ymading? Nimaga kelmading? Shunaqa, senga ona kerak emas. Senga farzand kerak emas. Senga opa kerak emas. Keliningiz aytadi, kelinligingizni ham yashirib qo'ydingiz, kelin poshsha. Ish qilmasdan gaplar hammasi to'xtaydi. Chunki sizda bor edi talab, men qilaman degan, bular talab qilardi. Siz talablarni sekin yopdingiz, bular endi talab qilmaydi. Siz ochdingiz bularni talabini. Men qilaman dedingiz. Eng qizig'i, siz men faqat bularga qilmoqchi edim deysiz. Yo'q, taningiz uchun siz ham insonsiz, bular ham inson, bular ham hammasi inson. Tana uchun bu adam, onam, akam degan narsa yo'q. Bu inson. Bo'ldi. Menda qarzdorlik tuyg'usi bormi? Eng qizig'i, inson zotini mana, insonni ichida qarzdorlik tuyg'usi bo'lsa, avvalambor bu o'zidan qarzdor bo'ladi va butun insoniyatdan qarzdorlikni olib keladi. Va haqiqiy keyin borib moddiyatda qarzdor olib keladi. Oldin his tuyg'uda qarzdor bo'lasiz. Sizni bildirishadi oila ahlingiz, o'zingiz ham bilasiz, his tuyg'uda qarzdorligingizni o'zingiz oldingizda, keyin borib bu moddiy qarzga olib keladi. Keyin qarzdorlikda bu ko'p cho'milib yashaysiz. Mana bunaqa kasalliklar bilan. Shuning uchun insonni rizqiga berilgan hamma narsa unga oson keladi. Onasini qornida keladi o'sha. Berilmagani kelmaydi, kuchani boydodlash kerak emas. Berilmaganini inson nima qilar ekan? Erishar ekan. Rizqida o'sha tafakkur bilan o'zgartirib, amallari bilan, duolari bilan xullas o'zi ta'sir qiladi rizqiga. Birov emas, otangiz emas, onangiz emas, ma'mila emas, bu insonlar ta'sir qilmaydi. Siz har bir mana bu inson o'zini taqdiriga, o'zini rizqiga o'zi ta'sir qiladi. Bu ham. Siz bularga ta'sir qila olmaysiz. Siz o'zingizga ta'sir qilasiz. Siz даже o'zingiz tug'ilgan bolalaringizni rizqiga ta'sir qila olmaysiz. Bular o'zi. Siz faqat duo qilasiz, duoyingiz ta'sir qilishi mumkin. Siz kirib ularning rizqini to'g'rilab qo'ya olmaysiz. Tushunasizmi? Qila olmaysiz. Sizga buyurilganini qilasiz. Siz masalan 4 oy emizlasan shu qizingizni, siz faqat 4 oy emizgan bo'lasiz.
voy dod, nega man 4 oy emizdim, ma'minisini 2 yil emizgan edim, ma'minisini 1,5 yil, bu 4 oy emdiyatiga. Sizni xatoyingiz emas bu. Buning taqdirini, buning rizqi edi 4 oy emish. Mana shunaqa tushunmagani uchun iztirobda o'zini ayblab, o'zini qarzdor his qiladi bolalarning oldida, onani, erini oldida, boshqalarning oldida. Ko'pi bu rizq, baraka topkur. Umuman hamma narsa rizq bu dunyoda va biz rozi bo'lishimiz kerak. Masalan, qancha biz hozir boriga rozi bo'lsak, keyin bizga undan ham ko'pi beriladi. Berilish uchun biz buni yoqimsiz holatni, bizga yoqmayotgan holatni yoqimli holatga o'zgartiramiz. Tushundingizmi, qayerdan keladi qarz? Yana Xudo xolisa audio qilib ham tushuntiraman, agar qolib ketgan joylari bo'lsa.